Malibu'dagi brat, aka, men yuvmayman mashinasi. Rosa kibr bo'lyapti. Yuvsangiz yuvib bering o'zingiz. Oybejon, men odamlarning qosh-qog'iga qarab ish qila olmayman. Bolalarimga pul olib bersin kerak. Yuva qolaman men. Yuving, baribir rahmat eshitmaysiz. Aka, mashinani yuvish kerak ekan. Assalomu alaykum. Cho'milgani kelmaydi-yu, akaga. Mashina yaxshilab yuvilar, oynalar oqarib qolmasin. Aka, polis. Hozir men mo'ykadaman. Yomon birani vaqtimni oladigan bo'lasan-da. Borib qolaman hozir. Aka, Ey, ko'p gapiradigan odam ekansiz. Tez-tez yuvmaysan mashinani. aka, polis tushib qolibdimi yo sinash uchun qo'ydim, olib qo'ying polisni. Bekzod uka, Labek. mashina ustida edi. Ha? Uyga olib berib keling. Bo'ldi, yuring. Taksi chaqiradi. Yo'q, ketdi. Alichir aka, shunda do'konga kirib chiqay. Sizga nimadir olib oling. Yo'q, shart emas, rahmat. Hop. Aka, shu behimmat so'koni juda yaxshi ko'raman-da. Ayniqsa mangoligini. Mazasi zo'rda aka. Ukam uyga kirsam bo'lardi. Shoshyaptidim aka. Rahmat ukam. Pulim qani mani? Aka unaqa emas edilar-yu. Alisher aka. Alisher aka. Keling Bekzodbek ukam. Aka, men sizdan kutmagandim. Mashinamga sizdan boshqa hech kim chiqmagandi. $1000 pulim qani aka? $1000midi? Ha, Mana Bekzodjon. sadqai odam. Hozir. Keyinroq yuvib berasan. Kelaman. Ha, sizga nima dedim, aka? Rahmat ham yetmaydi dedim. Yetmagani gap ham eshitib oldingiz. Saqlab qo'ying. Alisher aka, shu yerdami deysiz? Uyingizga bordim, bu yerda deyishdi siz aka. Bu pul o'lgur cho'ntagimdan sidinaning o'rtasiga tushib qolibdi aka. Aka, men olmadim deb bir og'iz aytmadingiz a? Bekzodbek arzimagan pul uchun oramiz buzishni xohlamayman. Aka, shu pulni olib qo'ying, iltimos. Bekzodbek ololmaymiz. Bu ko'nglimizdan chiqib bo'lgan o'shanda. Agar biz pulni qaytarib oladigan bo'lsak, qimmatimiz pasayib ketadi. Buni xohlasangiz ehson qiling, xohlaganingiz qiling. Javohir akamlarga assortiment qilib, KFC, Bosma tabaka grill qilib o'raberingda, duogo'ylarga aytasiz duo qilib qo'yishadi.